Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan navbatdagi ma'ruza darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz korrupsiyaga qarshi kurashishda compliance nazorat tizimi va uning asoslari. Bugungi mavzuyimiz doirasida sizlar bilan quyidagi masalalar bo'yicha gaplashamiz. Demak, birinchi navbatda korrupsiyaga qarshi kurashishda compliance nazorat tizimining o'rni va ahamiyati, korrupsiyaga qarshi kurashish compliance nazorat tizimining rivojlanishi, xalqaro standartlar va xorijiy tajriba masalasida so'zlashamiz hamda compliance nazorat tizimini milliy qonunchilikka tatbiq etish istiqbollari haqida so'z yuritamiz. Dastlab bevosita o'sha korrupsiyaga qarshi kurashishda compliance nazorat tizimining o'rni hamda ahamiyati haqida gaplashadigan bo'lsak, demak davlat va xususiy sektorda demak korrupsiyaga qarshi kurashishda amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat o'sha xorijiy tajriba asosida, balki milliy qonunchilikni takomillashtirish, ushbu sohada samarali tizim sifatida qo'llanib kelayotgan xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish muhim harakatlar hisoblanadi. Shu maqsadda demak biz amalga oshirayotgan ishlar doirasida biz aytib o'tishimiz mumkinki, bu sohani keng qo'llanib kelayotgan samarali va ta'sirchan vositalar majmui bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurashda compliance nazorat, ya'ni compliance control tizimi haqida gaplashadigan bo'lsak, aynan mana shu tizim juda muhim tizimlardan biri hisoblanadi. Aytish lozimki, har bir terminologiya o'zida muayyan bir ma'lum ma'no ahamiyat kasb etadi va uning yaxlitligini tashkil etuvchi muhim bir asos hisoblanadi. Bu o'rinda aynan compliance nazorat tizimining kompleks tavsifi sifatida compliance nazorat tushunchalariga to'xtalib o'tish lozim. Adabiyotlarda ushbu mavzuni tadqiq etgan olim va ekspertlar tomonidan mazkur terminologiyaga oid bir qator ta'riflar belgilangan. Compliance nazorat tizimining o'ziga xos xususiyatlarini BRICSga a'zo davlatlar tajribasida yoritilar ekan. Compliance yoki compliance nazorat tushunchalari o'tgan asrning boshlarida anglo-sakson huquq tizimida vujudga kelgan va ushbu tushunchalar maxsus belgilangan tartib va qoidalarga muvofiq o'z faoliyatini tashkil etishda keltirib o'tiladi. Shuningdek, sohani huquqiy jihatdan tartibga solishga qaratilgan xalqaro standartlar, masalan, ISO standartlari, Compliance Management System Requirement with Guidance for Use ga asosan compliance kompaniya yoki tashkilotning belgilangan talablar, qoidalarga muvofiq o'z faoliyatini tashkil etishdan iborat bo'lgan tizim sifatida e'tirof etiladi. Shu o'rinda compliance sohasidagi faoliyatni muvofiqlashtiruvchi Xalqaro compliance assotsiatsiyasi International Compliance Association tomonidan compliance bu faoliyatda o'rnatilgan talab va standartlarga muvofiq ta'minlash va uning tizimini esa ushbu talab va qoidalarning majmui sifatida e'tirof etiladi. Ta'kidlash joizki, sohadagi olim va ekspertlar tomonidan ushbu tushunchalarni ochib berishga qaratilgan ilmiy fikrlar shakli turlicha bo'lsa-da, lekin ularning barchasi mazmunan bir xil ma'noda aks etgan bo'lib, bunday holat boshqa yuridik hamda iqtisodiy adabiyotlar, maqolalarda ham keltirib o'tiladi. Korrupsiyaga qarshi kurashish compliance nazorat tizimi bu davlat organlari va xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro standartlar, qonun va boshqa me'yoriy huquqiy hujjatlarga muvofiq tashkil etuvchi, korrupsiya xavf-xatarlari, manfaatlar to'qnashuvini o'z vaqtida aniqlash va chek qo'yish, qonun buzilish va korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar berishni o'zida mujassam etgan profilaktik tizim hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan ta'riflardan tushunish mumkinki, compliance nazoratni joriy etishdan maqsad davlat va xususiy sektorda korrupsiya xavf-xatarlarini oldini olish va bunday xavf mavjud bo'lgan soha yo'nalishlarini tizimli aniqlab borish, manfaatlar to'qnashuvi yuzaga keltiruvchi omillarni huquqiy, moliyaviy asoslarda monitoring qilish, faoliyatni turli yuridik, iqtisodiy sanksiyalar va boshqa ta'sirlardan tizimli himoya qilishning kompleks mexanizmini yaratish hamda faoliyat imijini ijobiy saqlab turish hisoblanadi. Compliance nazorat tizimining o'sha vujudga kelishi dastlabki elementlari 1884-yilda Germaniyada baxtsiz hodisalarning oldini olish va sug'urtalash assotsiatsiyasining demak o'sha
tashkil etilishi bilan bog'lanadi. Ya'ni o'sha vujudga kelishi bilan, aynan mana shu assotsiatsiyaning vujudga kelishi bilan bog'lanadi. Bu tizim compliance nazorat joriy etish bo'yicha xalqaro tajribaga ko'ra, demak o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish compliance nazorat tizimini yoki o'sha nazorat xizmatini joriy etishga ko'ra eng keng tarqalgan 3 ta model qo'llaniladi. Ya'ni o'sha kompaniya va tashkilot faoliyati faqatgina mavjud o'rnatilgan qonun va qoidalarga muvofiq tashkil etilishga qaratiladi va bunda compliance nazorat xizmatini joriy etish minimal qoidalar bilan cheklanadi. Bu demak birinchi model hisoblansa, ikkinchi modelimizda demak compliance xizmatining tashkil etilishi davlat tomonidan tartibga solingan va korrupsiya xavflarini baholashda xalqaro tashkilotlarning Basel Bank qo'mitasining tavsiyalari yoki Wolfsburg guruhi tavsiyalariga asoslanadi va bu modelda compliance xizmatining maqomi, vazifasi, faoliyat doirasi ko'proq xalqaro standart va tavsiyalarga asoslanadi. Uchinchi model kompaniya va tashkilot faoliyatini o'rnatilgan qonun va qoidalarga muvofiq tashkil etishga qaratiladi va bunda compliance xizmatini joriy etish aralash qoidalar bilan cheklanadi. Ta'kidlash joizki, mazkur ikki modelning o'zaro farqli tomoni shundaki, birinchi modelda compliance xizmatini tashkil etayotgan kompaniya yoki o'sha tashkilot mavjud qonun va me'yorlar yoki o'zi ishlab chiqqan lokal talablar bilan belgilanadi, ya'ni compliance xizmatini tashkil etishdagi minimal talablarga chegaralanadi. Ikkinchi modelda esa demak o'sha faoliyatni tashkil etish nafaqat milliy qonunchilik, balki xalqaro standartlar va o'sha xalqaro tashkilotlarning tavsiyalari asosida tashkil etiladi. Bunda standartlar qonunda ko'zda tutilmagan korrupsiya xavflariga qarshi kurashning kompaniya faoliyatiga mos keladigan qo'shimcha talablarni ham joriy etish mumkin bo'ladi. Ushbu sohadagi xalqaro tashkilotlar shu Basel qo'mitasi, the Basel Committee of Banking Supervision yoki International Compliance Association, xalqaro compliance assotsiatsiyasi tavsiyalarida compliance xizmatlarining tashkil etilishi bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalarga ko'ra alohida shtat birliklari sifatida tashkil etish talablarini belgilaydi. Darsimizni asosiy masalalardan yana biri bu korrupsiyaga qarshi kurashish compliance nazorat tizimining o'sha rivojlanishi, bu sohadagi o'sha xalqaro standartlar va xorijiy tajriba haqida gaplashadigan bo'lsak, demak davlat va xususiy sektorda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasini xalqaro huquqiy jihatdan tartibga solishga qaratilgan qator xalqaro standartlar va tavsiyalar bugungi kunda qabul qilinib kelmoqda. Mazkur sohadagi xalqaro standartlarning asosiy vazifa va tavsiyalari davlat ishtirokidagi kompaniyalar, tashkilotlar yoki xususiy sektor faoliyatida korrupsiya xavflarini minimallashtirish, shaffoflikni ta'minlash hamda ichki idoraviy nazorat mexanizmlarini takomillashtirish orqali korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan. Quyida o'sha sohani huquqiy jihatdan tartibga solishga oid xalqaro standartlar va o'sha tavsiyalar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Dastlab Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi kurashish konvensiyasi haqida so'z yuritadigan bo'lsak, demak o'sha xalqaro hamjamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi eng muhim yutug'i bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi kurashish konvensiyasining qabul qilinganligi hisoblanadi. Konvensiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining demak 2003-yil 31-oktyabrdagi 58 rezolyutsiyasi bilan qabul qilingan. Mazkur konvensiyaning qabul qilinishi bilan davlat idoralari, ayniqsa xususiy sektorda korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlarni yanada mustahkamlash zaruratini xalqaro darajada qat'iy belgilandi. Xususan, demak o'sha konvensiyaning 12-moddasida xususiy sektor, 21-moddasida xususiy sektorda pora evaziga og'dirish, 22-moddasida xususiy sektorda mulkning talon-taroj qilinishi, 39-moddasida milliy organlar va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik kabi normalarda korrupsiya xavflarini aniqlash, ularning oldini olishga oid bo'lgan o'sha qator profilaktik choralarni amalga oshirish bo'yicha tavsiyalar belgilangan. 2011-yilda esa xalqaro miqyosda faoliyat yuritadigan kompaniyalarda korrupsiya holatlarini oldini olishga oid tavsiyaviy yo'riqnoma qabul qilindi. Mazkur yo'riqnomaning 7-qismi poraxo'rlik,
tovlamachilik, pora berish va olishga qarshi kurashish deya nomlanib, unda xususiy sektorda korrupsiyaga qarshi kurashda quyidagi jihatlar alohida ko'rsatilib o'tiladi. Xususan, demak, davlat hokimiyatida mansabdor shaxslar va xususiy sektor o'rtasidagi korrupsiya maqsadidagi hamkorlikni cheklash yoki pora berish uchun uchinchi shaxslarning kuchidan foydalanishni taqiqlash yoki demak ma'muriy to'lovlarni taqiqlash yoki eng quyi darajada minimallashtirish yoki due diligence ya'ni uchinchi tomon shaxslarning ishonchliligini baholash hamda demak o'sha korrupsiya xavf-xatarlariga qarshi kurashishga oid compliance dasturlarini ishlab chiqish, shuningdek demak faoliyat ochiqligi va jamoatchilik oldidagi muntazam hisobdorlik, siyosiy faoliyatni noqonuniy moliyalashtirishni taqiqlashga oid bo'lgan tavsiyalar keltirib o'tilgan. Shu o'rinda qayd etish lozimki, bu kabi korrupsiyaga qarshi kurashish dasturlarini ishlab chiqish demak umuman olganda oldinroqdan boshlangan bo'lib, jumladan o'sha Jahon banki 2010-yilda yoki Xalqaro savdo palatasi 2011-yilda demak o'sha tahlillar asosida demak qiyosiy o'sha hujjatda yo'riqnomaga ishlab chiqilgan qator narsa qoidalar belgilangan. Bunda o'sha neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti ya'ni OPEC tomonidan demak 2007-yilda biznes faoliyatidagi kompaniyalar korrupsiyaga qarshi kurashish axloq kodeksi qabul qilinganligi ham aynan mana shu compliance tizimini rivojlanishiga xizmat qilgan. Bundan tashqari aynan compliance nazorat tizimida demak 3 ta model e'tirof etiladi. Ya'ni Amerika modeli, bu modelning o'ziga xosligi Amerika Qo'shma Shtatlarining iqtisodiy taraqqiyotiga korrupsiyaga qarshi kurashish compliance nazorat tizimining kirib kelishi aynan mamlakatda yirik iqtisodiy salohiyatga ega bo'lgan korporatsiya va kompaniyalarning paydo bo'lishi va ular faoliyatidagi korrupsiya muammolari bo'lsa, yana bir jihati demak Amerika Qo'shma Shtatlari bozorlarining dunyo iqtisodiy markaziga aylanib borishi bo'ldi. Ushbu tizimning Amerika Qo'shma Shtatlari qonunchiligida yuridik jihatdan mustahkamlanishi demak 1977-yilda xorijda korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi akt va 2002-yilda Sarbanes-Oxley akti kabi qonunlarning qabul qilinishi aynan mana shu compliance nazorat tizimining asosan o'sha kompaniyalarning xorijiy faoliyatidagi korrupsiyaga qarshi kurashdagi AQSh modelini yaratib berdi. Aytish joiz bo'lsa, ushbu qonunlarning vujudga kelishi va undagi munosabatlarni ikki bosqichga ajratilgan holda compliance xizmati tashkil etishning Amerika modelini o'ziga xos jihatlarini demak alohida ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchi bosqichda bu demak xorijda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi aktning qabul qilinishi hisoblanadi. Aynan mana shu akt doirasida demak Amerika Qo'shma Shtatlari compliance eksperti Anna Ebergard ilmiy maqolasida bu haqida demak o'sha bu talablarning qabul qilish va undagi asosiy talab bevosita korporatsiya va kompaniyalarning tarkibida compliance xizmatini tashkil etish shart ekanligini ko'rsatadi deb fikr bildirib o'tgan. Aynan compliance talablari asosan davlat ishtiroki kompaniyalarga taalluqli bo'lib, uning tahlil natijasida quyidagi alohida jihatlarni ko'rsatib o'tish mumkin. Xususan, deylik o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatini o'zida mujassam etgan qat'iy nazorat qoidalari o'rnatilganligini, buxgalteriya hisobini yuritish shakllari va moliyaviy hujjatlarga qo'yiladigan talablar joriy etilganligini yoki har qanday chet ellik mansabdor shaxsga, shuningdek siyosiy lavozimdagi nomzodga va siyosiy partiyalarga moddiy yoki nomoddiy naf keltiruvchi har qanday holatlarni yuzaga keltirish, va'da berish yoki taklif etishga qaratilgan korrupsiya holatlariga qarshi kurashish talablari belgilab berilgan. Qonun kompaniyalar ichki buxgalteriya hisobini yuritish nazorati va moliyaviy hisobotlarni boshqarishning samarali tizimini yaratishi bilan bir qatorda o'z kontragentlari, ya'ni fuqarolik huquqiy munosabatlar shartnoma tuzuvchi taraflari bilan hamkorlikni o'rnatishda korrupsiyaga oid huquqbuzarliklardan xoli bo'lishini ta'minlovchi choralar ko'rishini belgilab berdi. Navbatdagi demak o'sha compliance nazorat tizimining modellaridan biri bu Buyuk Britaniya modeli hisoblanadi.
Demak, dunyo iqtisodiyotida korrupsiyaga qarshi kurashish compliance nazorat tizimi shakllanishining keyingi ko'rinishi aynan mana shu Buyuk Britaniya modeli yoki Buyuk Britaniya qonunchiligi bilan bog'langan, aynan Buyuk Britaniyaning o'sha poraxo'rlik to'g'risidagi akti, ya'ni UK Bribery Act 2010-yil 8-aprelda qabul qilingan va 2011-yil 1-iyuldan kuchga kirgan bo'lsa, mazkur qonun korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida keng tarqalgan va o'sha xorijiy davlatlar, xalqaro kompaniyalar tomonidan keng muhokama qilingan aktlardan biri bo'ldi. Demak, xalqaro doirada bu kabi muhokamalarning asosiy sababi ushbu qonun, ya'ni Bribery Act qoidalari nafaqat Britaniyada, balki demak xorijiy kompaniyalar, Britaniya fuqarosi bo'lmagan jismoniy shaxslarga ham tatbiq etilish majburiyati belgilandi. Qonunning bir qator normalari turli o'sha xorijiy mamlakatlar kompaniyalarining korrupsiyaga qarshi siyosatini qayta tashkil etishga demak o'zini sezilarli darajadagi ta'sirini ko'rsatdi. Shu munosabat bilan ilmiy ishda o'sha tatbiq qilinayotgan Buyuk Britaniya qonunida aks etayotgan qator o'sha qoidalar korrupsiyaga qarshi kurashish compliance nazorat tizimining rivojlanishi va bu sohada aynan Buyuk Britaniya modelining o'ziga xos jihatlarini ko'rsatib berdi. Ya'ni aynan mana shu qonunda nafaqat Britaniyada, balki turli xorijiy davlatlarda, kompaniyalarda korrupsiyaga qarshi compliance nazorat xizmatlarining rivojlanishiga ta'sir etgan bir qator demak omillar keltirib o'tilgan. Keyingi modellarimizdan yana biri bu Sloveniya modeli. Demak, o'sha Sharqiy Yevropa davlatlaridan biri hisoblangan Sloveniya Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish compliance nazorat tizimining yuridik jihatdan tartibga solinishi demak 2014-yil 26-aprelda qabul qilingan Sloveniya davlat holdingi akti to'g'risidagi hujjat qonun hisoblanadi. Aynan mana shu qonunning 6-bobi demak davlat aktivlarini boshqarishda korrupsiya xavflarini cheklash, manfaatlar to'qnashuvi, ichki axborotning ahamiyatiga oid chora-tadbirlar masalasi va mana shu holatlardagi, mana shu sohalardagi demak korrupsiyaga qarshi kurashish, bevosita compliance nazorat tizimining maqomi bilan bog'liq bo'lgan jihatlar aynan mana shu demak yuqorida qayd etilgan bobda demak tartibga solib qo'yilgan. O'z navbatida o'sha qonunda compliance mutaxassislari, xususan demak o'sha compliance officers deb yuritilgan, ya'ni ekspertlari va aynan mana shu faoliyatda ularga tayanilishi, vazifa hamda ularning majburiyatlari kabi tartiblar alohida belgilab qo'yilgan. Ya'ni ular qanaqa majburiyatlarga, qanaqa vazifalarga ega ekanligi. Jumladan, kompaniyaning ta'sirchan korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatini tashkil etish maqsadida kompaniya tomonidan compliance officer lavozimini joriy etish va unga yetarli malakaga ega bo'lgan shaxslarning tayinlanishi lozim ekanligi demak ko'rsatib o'tilgan. Qayd etilgan yuqoridagi o'sha ilg'or xorijiy tajribadan kelib chiqqan holda milliy qonunchiligimiz ham tatbiq etish istiqbollari demak har yili bu soha rivojlanib kelmoqda. Xususan o'sha mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar, qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirishlar aynan yuqoridagi modellardagi ijobiy jihatlarni o'zida aks etishga xizmat qilyapti. Aytish lozim bo'lsa, o'sha yildan yilga korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida keng qo'llanib kelayotgan aynan mana shu compliance nazorat tizimining demak o'sha ilmiy hamda o'sha tashkiliy huquqiy asoslarni takomillashtirish dolzarb masalaga aylangan va bu borada compliance nazorat tizimini tatbiq etishda demak olib borilayotgan aksariyat o'sha tadqiqotlar demak davlat va xususiy sektorda har bir sohaga muvofiq va lozim darajada to'g'ri tashkil etilgan korrupsiyaga qarshi siyosat, ya'ni compliance nazorat tizimini tashkil etish bu asosiy demak korrupsiyaga qarshi kurashdagi mexanizm hisoblanib ko'rsatilgan. Endi aynan bu sohada samarali tajribaga ega xorijiy davlat va xalqaro kompaniyalarning amaliyotiga asosan demak o'sha compliance nazorat tizimi, uning dasturlari, huquqiy asoslari va ularni demak ilmiy jihatdan tadqiq etilgan quyidagi o'sha e'tibor berish kerak bo'lgan holatlar keltirib o'tilgan. Ya'ni bevosita biz aynan compliance nazorat tizimini O'zbekiston milliy qonunchiligida ham demak joriy etib kelyapmiz. Ya'ni bevosita bugungi kunda
demak o'sha prezidentimiz tashabbusi bilan e'tirof etilgan, ya'ni har bitta tashkilotda, korxona muassasasida compliance officer, ya'ni compliance nazorat xizmatini maxsus o'sha mutaxassisi lavozimi joriy etilganligi, bu ham albatta yuqorida qayd etilgan xorijiy ilg'or tajribadan olingan va bugungi kunda milliy qonunchiligimizni takomillashtirib kelayotgan demak o'sha yo'nalishlardan, sohalardan, asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan umuman compliance nazorat tizimi, uning mohiyati yoki bugungi kunda aynan O'zbekistonda compliance nazoratni takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan masalalardagi asosiy e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan jihatlar shulardan iborat edi. Keyingi darsimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.